nimani tanlagan bo'larding? O'zining ismini unutish yoki hamma tanishlarni unutish? 1 yil shaxsiy transportda yurmaslik. 1 yil shaxsiy transportda yurmaslik yoki 1 yil internetsiz. 5 yil deganim. 1 yil shaxsiy transport 5 yil shaxsiy transport ne o'xshaydi? Faqat sho'r ovqat yeyish yoki nordon. Hammadan 5 daqiqa oldin bilish yoki keyin bilish. Har doim bitta tilni bilish yoki yangi til o'rganish. Bir hafta kasal bo'lish yoki menga obuna bo'lib qo'yish.